Bu e'lonimiz meva-cheva bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun tayyor, hech qanaqa kamchilik yo'q. Furani budkasi sotiladi agregatlari bilan. Ma'lumotlarni beramiz. To'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, xotirjam savdosini qilaverasizlar. 95-yilgi Furani budkasi ekan, ko'ringlar, lekin sostenasi zo'r ekan. Agregatlari turibdi ichkarida. Faqat endi bitta joyga qo'yib olib, yuk saqlagani, meva-cheva, poliz ekinlarni saqlagani tayyor budka. Ichlari ham butun ekan, agregatlari hozir ichkarida turibdi ekan, uzdirib qo'yishibdi, freoni ham ichida turibdi ekan. Mana agregati yangi holatda turibdi, 7 li ekan. Kabel, avtomatlargacha komplektda hoji aka. Shunday ustanovka qilib olsa bo'ldi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Kabeli ham bor. Kabeligacha turibdi mana. Mana shu agregatni o'zini $1800 dedingiz-a? $1800 $2000 atrofida. Ko'ringlar, mana tayyor ishlab turgan agregati ham sos holatda, budkasi ham sos holatda. Shuni ustanovka qilasizlar, bitta joyga o'rnatib olib, meva-chevami, poliz ekinini xotirjam saqlab, soqqani bosadigan joyi lekin akalar. Ko'ringlar. Eshiklari 4 ruchkali ekan, 4 ta ruchkalik. -14 gacha tushiraveradi, desa hoji aka. 14 gacha saqlaveradi. Ichlari butun. Mana ko'ringlar. Hoji akam o'zi buni bitta joyda o'zlari uchun ishlatishgan. Mana ko'ringlar. Hamma yo'g'i turibdi. Shunday borib o'rnatib, agregatini ustanovka qilib olsalaring bo'ldi. Mana voplari ham turibdi. Ko'ringlar. Agregatdagi freoni ham ichida ekan. Ulashib olsa bo'ldi, deyapti. Mana. Pollari ham zo'rdan ekan, mana ko'ringlar. Pollari ham baquvvat, devorlari ham butun turibdi. Mana. Bu budkamiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi. Narxini $4000 so'rashyapti, agregatlari bilan komplekt. Naqd pul bilan kelsalaring savdolashadigan joyi bor. Pastga kelgan nomerni qoldirdik, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosishni unutmanglar. Savdolaringiz esa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.